Aka, siz Spark'ni tozasidan qidirib yuruvdingizmi? Mana siz uchun 2019-yildagi kraskalar top toza Spark chiqib qoldi do'stlar. Mashinamiz sostoyaniyasi juda ham chiroyli holatda. Pozitsiyasi Optima Plus ekan. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi 178 ming. Mashinamizga qilingan ishlar do'stlar. Chiroyli chxol poliklar solingan. Torpedo ошибкаларida qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Ya'ni dilla xira qiladigan umuman hech nima yo'q do'stlar. Kuzov holati ham bir tekisda do'stlar. Mashinamizda do'stlar 1.3 motor, konditsioner, ABS, yaxshi akkumulyator. Mashinamiz zo'r holatda do'stlar. Aka, mashinamiz benzinda. Benzinda Optima Plus abagiriflik. Zapaskalar tushmagan. Zapaska tushmagan 906 pulti ham bor. Mashinamizda aka motor, ходовой коробkalarda ishi bormi? Xarajati yo'q, holati zo'r, ideal holatda minilgan. Oladi minadi degan mashina. Olingan bilinadi, generalniymi, oldi sotdi farqi yo'q. Qancha so'rayapsiz aka? Taqalgani 6300 ga beramiz. Beriladigan tochkasi 6300. Nomeringiz aka? 90 344 87 07. Hozirroq mana shu videoni do'stlar toza Spark qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib, like bosib kuzatishda davom etinglar.